Vir Pratap Singh. Men Zara xonadonidanman. Shabbu degan notanish begona qiz menga qo'ng'iroq qilib, zoriqib kutganim bir xabarni yetkazdi. U to'g'ridan to'g'ri Zara sizni sevadi. To'yi bo'lish arafasida tez Lahorga yetib kelib, Zarani olib keting, o'zini bunga jur'ati yetmaydi. Zara uning uchun jon berishga ham tayyor ekanligingizni aytdi dedi. Keyin shunday savol berdi. Siz Zarani qanchalik sevasiz? Men Zarani qanchalik sevaman ekan? Bu savolga o'sha damda ham javobim yo'q edi. Hozir ham.